70 bo'lishdi. 71 ni ko'rishni boshladik. E'tibor beramiz 71 ga. Birinchi jo'mrak 1 sekundda 4 millilitr, ikkinchi jo'mrak 1 sekundda 5 millilitr va graduslari bor 15 gradusli va 19 gradusli haroratda suv tushirar ekan. Ikkala jo'mrak ochilganda, demak ikkala jo'mrak ochilsa suv aralashadi deb tasavvur qilamiz. 20 sekundda necha gradus o'lchovi 20 sekundda necha gradus o'lchovi bo'ladi deb, ya'ni suvning gradusi qancha bo'ladi demoqchi. Bu ana 20 sekundligiga ham bog'liq bo'lmasa kerak, har sekundagisi bir xil bo'ladi. Mayli, 20 sekundda qancha suv tushadi hisoblab qo'ya qolaylik. 20 sekundda 4 millilitrdan mana shuncha suv tushadi. Bu va 1. Sovuq suv bu. Va 2. 5 millilitrdan 20 sekundda 100 millilitr tushadi. Tushunyapsizmi? Endi aralashmani temperaturasini topish uchun birinchisining hajmiga birinchisining temperaturasini va ikkinchisining hajmiga ikkinchisining temperaturasini ko'paytirib, keyin hajmlari yig'insiga bo'lish kerak. 80 ga birinchisining temperaturasi 15, ikkinchisining temperaturasi 100 ga 19 i mahrajim. Tak 80 plus 100. Necha bo'ladi endi? Hammasini yana 20 ga qisqartirib olsan, soddalashadi ancha. Mana 4 kara 15. Suratda ham 20 ga, mahrajda ham 20 bo'lib oldim. 5 kara 19. Mahraj 4 plus 5. 60 plus 95 taqsim 9. Yoki 150 5mi? Shunaqami?